Hammaga salom. Hozir sizlar bilan birgalikda estetik video tuzishni o'rganamiz. Buning uchun CapCut'ga kirib, Nail Project'ga kirib olamiz va u yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan videoni tanlab olamiz. Mana shunda u videoni zagruzka bo'lishini kutamiz mana va o'zimizga kerakli bo'lgan tekstni yozib olamiz. Men o'zimga kerakli tekstni yozib olaman. Bu yerdan Tenada degan shrift bor. O'sha shriftni tanlab olamiz. Kstati, qizlar tilida agar iPhone emoji bo'lsa, o'shadan foydalaninglar. Yo'q bo'lsa, uni ham tutorialini qo'yaman. Bemalol o'z telefoningizga iPhone emojisini kirib olishingiz mumkin. Keyin mana bu yerda stylus shunaqa to'g'irlab olamiz. Men bu yoqqa endi stiker qo'yaman, chunki boshda qo'yish esimda chiqib qolibdi. Birinchi shunaqa qilib olib, manda tipi shunaqa iPhone emoji bo'lganligi uchun shundan foydalanaman. Mana endi bo'lsa nickimizni yozib olamiz. Mana teacher Mona bo'lganligi uchun teacher Mona deb yozib qo'ydim. Va bu yerda animatsioniga kirib, loopga kirib, image overlayga kiramiz va shuni yuz qilib qo'yamiz. Mana shunaqa shishali effekt bo'ladi. Keyin bir seksion, ya'ni yaxshilab olamiz effektini va saqlanib qilib olamiz. Yana Nail Project'ga kirib, o'sha videomizni yana qaytadan mashq qilib qo'yib olib, effektga kirib, video effektga kiramiz va bu yerda Relap degan effekt bor. Birinchisidagi o'sha effektga kirib, birinchisini yuz qilib, qolganlarini nol qilib chiqamiz. O'shanda videomiz estetik bo'ladi. Mana ko'rishlar mumkin. Estetik video tuzish ham oson. Shunaqangi oson bo'lganligi uchun sizlarga tutorial qo'ydim. Mana qaranglar, qanaqa zo'r chiqdi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing, podpiska bosing. Пока.